Mana shu joyga sanitga tushiryapmiz. Klient keldi hozir. Qurilishda ko'p bo'lgan xatolardan bittasi uyni qurib qo'yadi-da, keyin bizni chaqiradi-da santexnikaga. Mana shunaqa teshiklarni keyin o'zimiz tekshiramiz, o'zimiz teshib beramiz. Hozir mana shu bitta teshigimizdan 250 ming, 300 mingga aylanib ketadi. Bunaqa teshiklar qoldirgan polni ventilyatsiyasiga. Lekin bizga kerak bo'lgan teshiklarni qoldirib ketmagan. Mana shunaqa tomonlari bor. Maslahat beramiz yoki bo'lmasam uyni chizmasini chizib, proyektini qilganda mana shunaqa teshiklarni qoldirib ketishga to'g'ri keladi. Proyektsiz bo'lgan uy mana shunaqa qo'shimcha rasxodlar bilan bitaveradi yana. Bu obyektimiz bitaversa yana tashiramiz videolarini. Hozir bu yog'imizda kuxnaga teshyapti hozir sherigimiz. Mana bu joy kuxnya bo'ladi. Yotoqxonasi. Shuning uchun elektrikni, santexnikni har doim chaqirib maslahatlashib turgan yaxshi.